Qiziq bir tushunchalar shakllanib ketdi hozirgi kunda. Masalan, ihson qilishlik borasida. Ya'ni ihson aslida unga loyiq bo'lgan odamga beriladi degan tushuncha. Men bu yerda ushbu so'zlar noto'g'ri demoqchi emasman. Gap bu so'zlarni har bir inson o'z dunyoqarashi qabul qilgan xulosasi borasida gapirmoqchiman. Biz alhamdulillah musulmonmiz va hadisda keladiki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya'ni sizlardan birortangiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodari uchun ham ravo ko'rmagunicha komil mo'min bo'la olmaydi deyiladi. Bizning hozirgi kunda o'lchovimiz shunday bo'lib ketdiki, ihsonga loyiq inson albatta nogiron, bir burda nonga zor, eng og'ir holatda bo'lishi kerak. Agar unday bo'lmasa, u ihsonga loyiq inson emas. Lekin tafakkur qilib ko'rmaymizki, hadisda o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani deyilmoqda. Biz o'zimizga nimalarni ravo ko'ramiz? Qani har bir inson o'ziga o'zi bir savol bersin-chi. Ihsonga loyiq odam qidiramiz-u, ammo jigarimiz bo'lgan aka-ukamiz yoki opa-singlimizni ahvolidan xabarimiz yo'q. Ihsonga loyiq odam bo'lishi kerak deymiz, ammo qo'shnimiz yoki do'stimizning ahvolidan bexabarmiz. Aslida har birimiz avvalo shu insonlardan qidirishimiz kerak emasmidi ihsonga loyiqni? O'zimiz misli ko'rilmagan baxtni, qulayliklarni, hashamat va salomatlikni ravo ko'ramiz. Ammo bergan ihsonimiz bir necha ming so'm. Yana xotirjam ko'ngildan chiqqani deymiz. Hoy birodar, sen o'zing ihson qilayotgan insonning o'rnida bo'lib qolsang, senga shu narsa ravo ko'rilsa, rozi bo'lasanmi? Yana duo qilib qo'yarsiz, duo qilib qo'ying deymiz. Xuddiki mulk sohibimiz go'yo. Biz ey do'stim, islom ummati bir tanmiz, bir jismmiz. O'sha boshiga musibat tushgan birodarimiz jismimizni bir qismi, uni tuzatish kerak, davolash kerak. Biz bu dunyoga imtihon uchun keldik. Birodarimizning musibati o'zi uchun ham va biz uchun ham bir imtihon, do'stim.